HRning vazifalari va tashkilotdagi roli. Oldingi darsimizda HR nima ekanligini birga ko'rib chiqqandik. Endi esa HR mutaxassisining aniq vazifalari va tashkilotdagi roli haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, biror bir tashkilot bu murakkab mexanizmga ega mashina. Uning dvigateli esa, ya'ni motori, bu odamlar. Ana shu dvigatel doimiy tarzda yaxshi ishlashi uchun vaqti bilan moy yoki uning detallari almashtirilishi kerak. HR esa ana shu mashinaga texnik xizmat ko'rsatuvchi usta vazifasini bajaradi. Keling, yuqoridagilardan kelib chiqib, HRning asosiy vazifalarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Yangi xodimlarni ishga qabul qilish. Bu faqat e'lon berish emas, to'g'ri odamni tanlash san'ati. Suhbatlar, testlar, tanlovlar orqali eng munosib nomzod tanlanadi. To'g'ri odamni to'g'ri joyga joylashtirish bu HRning asosiy rollaridan biri hisoblanadi. Misol uchun, yaxshi oshpazni hisobchi lavozimiga qo'ysangiz, na taom pishadi, na balans chiqadi. Ikkinchisi, moslashuv va adaptatsiya. Yangi kelgan xodim qanday ishlaydi? Qayerga murojaat qiladi? Kim bilan aloqada bo'ladi? Bularni tushunmasa, ishdan charchash, hattoki ketib qolish xavfi paydo bo'ladi. HR esa uni tashkilotga moslashtirishi, ichki mehnat tartib-qoidalari, jamoa bilan tanishtirishi, dastlabki kunlarni yengillashtirish kerak. Misol uchun, uyga mehmon kelganda avval uni qayerga o'tirishini, qayerda choy ichishi mumkinligini ko'rsatamiz. Uchinchisi, o'qitish va rivojlantirish. Xodimlarni kurslarga yuborish, ichki treninglar o'tkazish, murabbiylik tizimini yaratish bu HRning doimiy vazifasi. Xodimlar zamon bilan hamnafas bo'lishi uchun ularni doimiy ravishda o'qitish, treninglar o'tkazish kerak. Misol uchun, telefoningizni yangilamasangiz, undagi ilovalar ham ishlamay qoladi. Xodimlar ham xuddi shunday, doimiy yangilanish kerak. To'rtinchisi, motivatsiya va mukofotlash. Maosh yetarli emas. HR mukofot, tan olish, xodimlar kuni kabi vositalar bilan odamlarni ilhomlantiradi. Ba'zida birgina rahmat ham kuchli motivatsiya beradi. Misol uchun, bolaga yaxshi o'qiding desak, keyingi safar ko'proq harakat qiladi. Kattalarda ham bu shunaqa natija beradi. Beshinchisi, ish haqi va imtiyozlarni boshqarish. Maosh tizimini adolatli tashkil qilish, bonuslar, KPI, ta'tillar va tibbiy sug'urta kabi imtiyozlarni rejalashtirish. Bular haqida keyingi darslarimizda alohida to'xtalamiz. Oltinchisi, ichki kommunikatsiya. Kompaniyada odamlar qanday gaplashadi, qanday muomala qiladi, jamoa o'zini qanday his qiladi? Bularni hammasini HR shakllantiradi. Rahbariyat bilan xodimlar o'rtasidagi aloqa ko'prigi vazifasini bajaradi. Xodimlar nima uchun o'zgarishlar bo'layotganini tushunmasa, norozilik paydo bo'ladi. HR esa bunda tushuntiruvchi va tinglovchi vazifasida bo'ladi. Yettinchisi, mehnat qonunchiligi va huquqiy masalalar. Mehnat shartnomasi, mehnat daftarchasi, ogohlantirish xatlari, yillik ta'til, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatishni rasmiylashtirish va shunga o'xshagan barcha hujjatlar. Bular ham HRning zimmasida. Eng asosiysi, har bir qadam qonun asosida bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, HR xuddi futbol murabbiyiga o'xshaydi. U jamoani tanlaydi, tayyorlaydi, ruhan va jismonan qo'llab-quvvatlaydi. O'yinga olib chiqadi va har bir o'yinchidan maksimal foyda olishga harakat qiladi. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. HR darslarining navbatdagisida ko'rishguncha